Bir dona sigaret chekish umringizni 12 minutga qisqartiradi. Oilada ota yoki ona sigaret chekadigan bo'lsa, 1 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida o'lim holati kuzatilishi juda yuqori. Chekuvchilar oilasidagi bolalar tez kasal bo'ladi, immuniteti past bo'ladi va surunkali bronxit kasalliklar bilan kasallanish foizi juda yuqori. 10 yil davomida kuniga 1 donadan sigaret chekish yurak kasalliklarini 50% ga, erta o'lim holatlarini esa 64% ga ko'paytirib yuboradi. Kuniga 20 dona sigaret chekish umrni har kuni 4 soatga kamaytirib boradi. Sigaret chekilganda tutun bilan birgalikda zaharli moddalar o'pkaga boradi. O'pkadan esa qonga so'riladi va qon orqali butun tanaga tarqaydi. Sigaret tarkibida 40 dan ortiq zaharli moddalar bor. Ularning ayrimlari rak kasalligini keltirib chiqaradi. Chekadiganlar chekmaydiganlarga qaraganda o'pka raki bilan 30 barobargacha ko'proq kasallanishadi. Eng xavfli modda nikotindir, chunki nikotin organizmga xuddi narkotikdek ta'sir ko'rsatadi va odamlarda qaramlik, o'rganib qolish hissini keltirib chiqaradi. Odamlar borgan sari ko'proq sigaret chekishni xohlayverishadi. Nikotin qon tomirlarini toraytirib, insult, infarkt kasalligini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari o'pka va bronxga ta'sir qilib, surunkali bronxit, o'pka yallig'lanishi, hansirash, nafas olinishni qiyinlash kasalliklarini keltirib chiqaradi.